Bugun subsolyanka o'zimni retseptimda qanday tayyorlanishini o'rgataman. Birinchi bo'lib hamma mahsulotlarni kubik shaklida to'g'rab olamiz. Mahsulotlar grammini video tagidan topishingiz mumkin. Ozgina yog'da go'sht, chesnok, piyozni qovurib, seligetganidan keyin suv solib, pishgunigacha taxminan 40 daqiqa dimlab qo'yamiz. 40 daqiqada go'shtlarimiz yumshoq bo'lib pishib oladi va tomat solib, qolgan mahsulotlar bilan birga hammasini qovuramiz. Hamma mahsulotlar taxminan 5 daqiqa qovurilgandan so'ng suv solamiz. Subsolyanka ichmagan bo'lsangiz, albatta tayyorlab ichib ko'ring, juda ham sizga yoqadi. Hamma mahsulotlar yaxshilab qovurildi. Suv solib 30 daqiqa qaynatamiz va sho'rvamiz tayyor. Bizni qo'llab-quvvatlayotgan hammaga rahmat aytaman. Blogimda kontentlar to'xtovsiz chiqishi uchun har bir fikringiz biz uchun muhim. Siz uchun bu bir soniya, biz uchun kanalni rivojlantirish uchun katta imkoniyatdir. Hammaga rahmat, yoqimli ishtaha.